Hech kimga hech qachon dardingizni aytmang. Hech qachon. Qanaqa muammoingiz bo'lishidan qat'iy nazar. Yaqinlaringiz eshitsa, yuragi siqiladi. Dushmanlaringiz eshitsa, xursand bo'ladi. Shuning uchun hech qachon dardingizni hech kimga aytmang. Ikkinchisi, hech qachon insonlarga juda yaqin bo'lib ketmang. Odamlar bilan o'rtangizda distansiya bo'lsin. Odamlarni o'zingizga yaqin olib, ko'nglingizdagi, hayotingizdagi bor sirlaringizni odamlarga ochmang. Ularga bog'lanib, ularga qattiq muhabbat qo'yib qolmang. Chunki insonlar istagan paytda sizdan voz kechib yuborishi mumkin yoki istagan paytda sizga dushman bo'lib qolishi mumkin yoki istagan paytda manfaatlar tugaganda siz bilan aloqani uzib qo'yishi mumkin va hech qachon hech kimga suyanmang. Chunki siz suyanadigan insonlar ham kimlargadir suyanadi. Palonchi boy aka, pismadonchi mansabdor, palonchi zo'r deb unga suyanib, unga orientir olib ish qilmang.